Barcha salomit bog'lar sizlar bilan o'zim Minecraft 00. Xo'p, bugungi videomizda Case Brawl'ni turli variantlarini tortishni o'rgataman. Xo'p. Hozir tak. Yo. Mana o'sha versiyani tortamiz endi. Hozir menda bittasi bor. Mana ikkita fayl noviy papkada ham turibdi. Bittasi endi Chrome'ga kirib poiskga yozamiz. KS116 skin yozib ko'ramiz birinchi. Hozir sal Wi-Fi'miz pastroq. Kirdi. Gami balansiga ko'ramiz. Hop, keraklik. Versiyalar chiqib keldi. Hop, lekin bunday emas. Hozir KS116 hop, nima yozsak bo'ladi? KS116 ni o'zini yozib ko'ramiz birinchi. Keyin original versiyasini kirib ko'ramiz. Mana kiramiz. Qani yo'q. Kerakli. Перчатки CS:GO ga kirib ko'ramiz. Yo'q, o'ynamas ekan. Hop, hozir ko'ramiz. Hozir bosh menyuga kirib ko'ramiz. Game baraniga yana versiyalar chiqib keldi, lekin bizga shart emas. Hop, chiqib o'zimni tortganimdan ko'proq qilib turaman. Ko'proq qildik. Mana endi bosh menyuga chiqamiz. Hop, mana shuni qo'ysak, mana KS116 Planeta chiqadi, kirib ko'ramiz. Mana turli versiyalari bor. CS:GO bor. Animatsiyasiz ham bor ekan shekilli menimcha. Hozir ko'ramiz buni. Yaxshi. Hop, mana endi ko'ramiz. Virtus Pro originali busi. Mana skillilari Zeamon. Keyingi versiya. Mana shuni qanaqa bo'lishi mumkin? Mana shuni desert duslari ham shu bilan bir xil bo'larmikin yoki? Hop, ko'ramiz. Duslari ham shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Hop, bitta 2.0 mana. Yana KZ2 original versiyasi emas-ku. Original versiyasini tortish uchun Steam kerak bo'ladi. Bu prosta naqasi o'zi o'shanga o'xshash narsa. Ilova. Hop, kiramiz. Chiqaveraylik. Hop, ana endi o'zim tortganlardan ko'rsatib beraman. Kiramiz. 1.6 Go versiyasi ya'ni. Hop. Hozir kiradi.
Mana kirdi. Demak, serverda ham narsalar bo'ladi. Y menga ko'pincha aim headshot joyi yoqadi. Versiyalari ham bor. Biroz aim headshotda ko'rsatib beraman. Hozir kiryapti hisob. Hozir kiradi. Kirdi mana. Go'ni bosib. Kontrterrorist bor keyin. Terroristdan optionini tanlayman. Hop, hozir to'g'rimda odam turibdi. Qurolni olamiz. Menimcha hozir meni otib qo'ysa kerak. Otib oldim. Voy. Hali otishga yurmadim lekin. Qaytadan boshlaymiz. Hop, mana. Mana shu yerda qolgan qurollarim bor. Mana endi tepaga chiqamiz va avimni olamiz. Olib otaveramiz endi bunday qilib. Otamiz. Uzilmay otishga ulgurmadim. Oxirgisi bo'lsa kerak, oxirgisi ekan o'ldi ana. Hop, mana. Shunday qilaveramiz. Hop. Tegmadi. Tegdi. Всем привет. Ching yedi. Bu tomonga odam o'tib ketdi. Bu yaron odam chiqdi, otamiz. Oy. Otida o'ldi. Давай chiq. Давай bu. Bu chiqmadi. Bitta qopdi, ha. Qani sherikni otalarmikin? Otdi, yaxshi. Mana endi chiqamiz. Ziamon bilan Steno versiyasiga kirib ko'rsatib beraman. Hop, menda turibdi. Qani, mana. Kiramiz va ekranni chiqaramiz. Mana Ziamon. Keyin standoff. Hop, yana boshqa versiyasi bormidi? Yo'q ekan. Bo'lib chiqamiz. Mana Ziamon, birinchi Ziamonga kiramiz. Nima aytdi? Skilllar bor. Bantikcha bor. Pichoqlarga skin yana. Endi xohlagan skinlarni tanlayverasizlar. Hop, mana. Nariga tugmalarni bosmasdan zapusni to'g'ri bosaveringlar. Bo'lmasa kirmay qolishi mumkin. Hop, hozir kiradi. Hop, endi kiradi mana. Hop, hozir kiradi, ana kiradi. Ziamon. Serverda o'ynasizlar bo'ladi buni ham. Hop, otib yubordi. Ekran ko'rinmay qoldi.
Aflaspa ham shundayda. Hop. Buni bosamiz, yana bosib ko'ramiz. Chiqaveraylik. Steno versiyasini ko'rsataman sizlarga. Kirishi biroz uzoqroq vaqt oladi. Mana kirdi. Nasirlar va nasirlar bo'ladi. Voy, yana o'tib bordi. Mana. Aim headsetga kiramiz. 12 ta odam bo'lmasa bo'lmaydi. 10 ta odam bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir kirsa hop, hozir kiradi. Mana kiryapman. Qilib buni kirish oddiy kez bir oltiga o'xshaydi. Bantichani qaranglar. Banticha ham bor albatta. Yana o'sha taktika, tepaga chiqib snayperda olamiz. Sal qatimaydigan kompyuterda o'ynagan yaxshi, meniki qatish uchun biroz qiyin bo'ladi. Mening kompyuterimda. Ana biznikilar yutdi. Xo'p, bugungi video shundan iborat edi. Hammaga xayr. Kanalimizga obuna